Do'stlar, bugun men 20 yoshdan 65 yoshgacha va undan katta bo'lgan o'zbekistonliklar uchun juda muhim, hatto aytishim kerak, xavotirli mavzuni tushuntiraman. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ishlayotganlarga, kredit olganlarga, bank kartasidan foydalanadiganlarga, farzandlariga pul yuboradigan ota-onalarga, telefonida Click Payme bank ilovasi bor har bir odamga tegishli. Avgust oyidan boshlab eng katta xavf shuki. Firibgarlar aynan 65 yoshdan katta odamlarga ko'proq hujum qilyapti. Bank kartalari, onlayn kreditlar, pensiya pullari, telefon raqamlari va shaxsiy ma'lumotlar orqali odamlarni aldash usullari yanada murakkablashdi. Men sizga qo'rqitish uchun emas, ko'zingizni ochish uchun gapiryapman. Agar hozir e'tibor bermasangiz, birgina xato bosilgan tugma, birgina aytilgan SMS kod, birgina ha. Men tasdiqlayman degan javob sizning yillab yig'gan pulingizni, pensiyangizni yoki nomingizga olingan kreditni muammoga aylantirishi mumkin. Shu sababli hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday ogohlantirishlarni sodda tilda oddiy odam tushunadigan qilib tushuntirib boraman. Avvallari ko'pchilik odamlar pulni naqd ko'rinishda saqlardi. Pensiya pochtadan kelardi, ish haqi kassadan berilardi. Katta xarajat bo'lsa, odam bankka shaxsan borardi. Odamning pasporti uyda turardi. Telefon esa faqat qo'ng'iroq qilish uchun ishlatilardi. Firibgarlik bo'lsa ham odatda yuzma-yuz yoki oddiy aldov orqali bo'lardi. Pul berib turing, hujjat qilib beraman. Arzon mashina topdim degan gaplar bilan. Hozir esa hamma narsa telefon ichiga ko'chdi. Bank kartasi telefonga ulangan pensiya kartaga tushadi. Kommunal to'lovlar ilova orqali to'lanadi. Qarindoshga pul o'tkazish ham bir necha soniyada bo'ladi. Bu qulay, albatta. Lekin qulaylik bilan birga xavf ham oshdi. Chunki firibgar endi sizning uyingizga kelishi shart emas. U sizga qo'ng'iroq qiladi, Telegramdan yozadi, bank xodimiman deydi, IIBdanman deydi, soliqdanman deydi, pensiya bo'limidanman deydi. Hatto farzandingiz avariyaga uchradi deb vahima qiladi. Eng yomon o'zgarish shundaki. Firibgarlar endi odamning ruhiyatini yaxshi o'rganib olgan. Ular ayniqsa 40 yoshdan yuqori odamlarning nimadan qo'rqishini biladi. Karta blok bo'lib qolishidan, pensiya to'xtashidan, nomiga kredit chiqib ketishidan, farzandiga zarar yetishidan, davlat idorasidan muammo kelishidan. Shuning uchun ularning gaplari oddiy emas, juda ishonarli eshitiladi. Masalan, sizning nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda. Hozir to'xtatmasak kech bo'ladi. Kartangizdan pul yechilmoqda. Kodni ayting. Himoya qilamiz. Pensiyangiz qayta hisoblanadi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlang. Kompensatsiyasi chiqdi. Karta raqamingizni yuboring kabi gaplar ko'paygan. Avgust oyida nima uchun bu mavzu ayniqsa dolzarb? Chunki yoz oxiri va kuz boshida odamlarning moliyaviy harakati ko'payadi. Maktab, kontrakt, kiyim-kechak, davolanish, to'y maraqa, kommunal to'lovlar, kredit to'lovlari. Uy ta'miri hammasi bir vaqtda keladi. Odam pulga ehtiyoj sezadi, shoshadi, telefoniga kelgan xabarga tez javob beradi. Firibgarlar aynan shoshilayotgan, xavotirga tushgan odamni nishonga oladi. Doim 65 yoshdagi odamlar esa ko'pincha oilaning moliyaviy tayanchi, farzandga yordam beradi, ota-onaga qaraydi, pensiya oladi, jamg'armasi bor, kartasida pul aylanadi. Shu sababli ular uchun xavf kuchliroq. Asosiy qism. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda telefon raqami bank kartasiga ulangan har bir odam ehtiyot bo'lishi kerak. Agar sizning plastik kartangiz bor, unga SMS keladi. Siz mobil ilova orqali pul o'tkazasiz. Demak, siz potensial nishondasiz. Bu albatta sizni aldashadi degani emas, lekin siz xushyor bo'lishingiz shart. Masalan, Toshkentda yashaydigan eritak yoshli erkakni tasavvur qilaylik. U har oy 4 million so'm ish haqi oladi. Yana uyida kichik jamg'armasi bor. Unga qo'ng'iroq bo'ladi. Assalomu alaykum. Men bank xavfsizlik xizmatidanman. Sizning kartangizdan 2 million 700 ming so'm yechishga urinish bo'ldi. Biz operatsiyani to'xtatdik. Endi sizga kelgan kodni aytsangiz, kartangizni himoyalaymiz. Odam qo'rqadi, chunki summa aniq aytilgan, ovoz rasmiy, gap ishonarli. U SMS kodni aytadi. Natijada firibgar uning ilovasiga kiradi yoki pul o'tkazmani tasdiqlaydi. Bir necha daqiqada karta bo'shaydi. Keyin bankka borganda esa muammo murakkablashadi. Chunki tasdiqlash kodi egasining o'zi tomonidan aytilgan bo'ladi. Ikkinchi guruh pensionerlar. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olsangiz, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Firibgarlar ko'p hollarda pensiya qayta hisoblanadi. Qo'shimcha to'lov bor. Avgustdan yangi tartib bo'ldi.
Yordan puli chiqdi degan gaplar bilan murojaat qiladi. Men buni juda ko'p eshitaman. Odamga davlatdan 1 million 200 ming so'm yordam puli chiqdi. Kartangizni tasdiqlash kerak deyishadi. Odam xursand bo'ladi. Chunki qo'shimcha pul kerak. Keyin karta raqami, amal qilish muddati orqa tomondagi kod, SMS kodga so'raladi. Esingizda bo'lsin, haqiqiy davlat idorasi ham, bank ham sizdan telefon orqali SMS kodni so'ramaydi. Orqa tomondagi 3 xonali kodni ham so'ramaydi. 3-guruh nomida kredit yoki muddatli to'lov bor odamlar. Masalan, siz telefon, muzlatkich, televizor, mashina yoki uy uchun kredit to'layotgan bo'lishingiz mumkin. Sizga kreditingiz bo'yicha qarzdorlik chiqdi. Jarima yozilmasligi uchun havolaga kiring. To'lovni yangilash kerak degan SMS yoki Telegram xabar kelishi mumkin. U bank saytiga o'xshagan soxta sahifa bo'ladi. Siz karta ma'lumotlarini kiritsangiz, pul ketadi. Ba'zan odam 500 ming so'm qarzini to'layapman deb o'ylaydi. Lekin kartasidan 5 million so'm yechiladi. 4-guruh farzandlariga pul yuboradigan ota-onalar. Bu yerda firibgarlikning boshqa turi bor. Sizga Telegramda farzandingiz nomidan yozishlari mumkin. Oyi, telefonim buzildi. Yangi raqamdan yozayapman. Tezda 1 million so'm yuboring. Yoki dada karta blok bo'ldi. Do'stimning kartasiga tashlab turing. 26 yoshdagi ota-ona farzandining ovozini eshitmasdan ham ishonib yuborishi mumkin. Bunday holatda birinchi qo'yda. Pul yuborishdan oldin albatta eski raqamiga qo'ng'iroq qiling, video qo'ng'iroq qiling yoki oiladagi boshqa odamdan tekshiring. Kimlar nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin? Agar siz bank kartangizni hech kimga bermasangiz, SMS kodni hech kimga aytmasangiz, notanish havolalarga kirmasangiz, telefoningizga noma'lum ilova o'rnatmasangiz, har bir qo'ng'iroqni tekshiradigan odatingiz bo'lsa, sizda xavf ancha kamayadi. Lekin men hammasini bilaman deb beparvo bo'lish ham xato. Chunki firibgarlarning usuli kundan kunga o'zgaradi. Bugun ular bank bo'lib qo'ng'iroq qiladi, ertaga kuryer, indinga soliq, keyin tibbiy sug'urta, keyin pension jamg'arma nomidan yozadi. Eng katta tuzoq rasmiyga o'xshash gap. Firibgar, men bankdanman desa, ko'pchilik darrov ishonmaydi. Lekin u sizning ismingizni, familiyangizni, hatto qaysi bank kartangiz borligini aytsa, odam shubhalanmay qoladi. Shuni biling, siz haqingizdagi ayrim ma'lumotlar turli yo'llar bilan firibgar qo'liga tushgan bo'lishi mumkin. Masalan, internetdagi e'lonlar, yetkazib berish xizmatlari, eski kredit arizalari, ochiq Telegram guruhlar, tasodifiy ma'lumot bazalari orqali. Demak, odam sizning ismingizni aytgani uning haqiqiy xodim ekanini anglatmaydi. Ikkinchi tuzoq, tez qiling. Vaqt yo'q degan bo'lsin. Haqiqiy bank xodimi sizni vahimaga solib, hozir kodni aytmasangiz pulingiz ketadi deb majburlamaydi. Firibgar esa aynan vaqtni siqadi. Chunki siz o'ylashga ulgursangiz, qo'ng'iroqni qo'yib, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shuning uchun ular telefonni qo'ymang, hech kimga aytmang. Bu maxfiy operatsiya, hozir gaplashib turishingiz shart deydi. Mana shu iboralarni eshitsangiz, darhol qo'ng'iroqni uzing. 3-nozik jihat, bank kartasining raqami bilan hamma narsa bo'lmaydi. Lekin karta raqami, amal qilish muddati, orqa tomondagi kod, SMS kod birga bo'lsa, xavf juda katta. Ba'zi odamlar karta raqamini aytsam hech narsa bo'lmaydi dedi. Pul qabul qilish uchun karta raqamini berish mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin orqa tomondagi kod, SMS kod, ilovaga kirish paroli, pasport rasmi, selfie, Face ID yoki tasdiqlash tugmasi bular mutlaqo berilmaydi. 4-tuzoq, telefoningizga o'rnatiladigan noma'lum ilovalar. Firibgar, sizga himoya dasturi o'rnatamiz, bank ilovasini yangilang, operator ilovasi. Pensiya tekshirish dasturi deb APK fayl yuborishi mumkin. Ayniqsa Android telefonlarda bunday fayl o'rnatilsa, telefon ichidagi SMS'lar, kontaktlar, bank xabarlari, hatto ekran boshqaruvi xavosida qoladi. 5 yoshli bir ayolni olaylik, u posilka keldi, ilovani yuklab oling degan xabarni bosadi. Ilova o'rnatilgach, telefoniga kelgan SMS kodlarni firibgar ko'ra boshlaydi. Ayol hech kimga kod aytmagan bo'lsa ham pul yechiladi. Shuning uchun faqat rasmiy Play Market yoki App Store'dan ilova yuklang. 5-nozik jihat, nomingizga onlayn kredit rasmiylashtirilishi. Bu eng og'riqli masala. Ayrim firibgarlar pasport rasmi, telefon raqami, yuzni tasdiqlash jarayoni orqali odam nomiga qarz olishga urinadi. Bu yerda odam ko'pincha men pul olmaganman, demak qarz menga tegishli emas deb o'ylaydi. Lekin amalda isbotlash jarayoni vaqt oladi. Bank, mikroqarz tashkiloti, ichki ishlar organlari ariza tekshiruv
Bularning hammasi asab va vaqt talab qiladi. Shuning uchun pasportingiz rasmini hech kimga yubormang. Ish uchun kerak, ro'yxatdan o'tkazamiz. Yordam puli chiqaramiz degan gaplarga ishonmang. Yana bir istisno bor. Ba'zan haqiqiy bank xodimi sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Masalan, shubhali operatsiyani tekshirish uchun. Lekin haqiqiy xodim hech qachon SMS kodini so'ramaydi. Kartaning orqa kodini so'ramaydi. Ilovangiz parolini so'ramaydi. Telefoningizga dastur o'rnatishni talab qilmaydi. Agar shubha bo'lsa, men o'zim bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilaman deng va qo'ng'iroqni uzing. Rasmiy raqamni Google reklamasidan emas, bank kartangiz orqasidan, bank ilovasidan yoki bankning rasmiy saytidan oling. Birinchi qadam. Bank kartalaringizni tekshiring. Qaysi kartada qancha pul bor, qaysi telefon raqamiga ulangan, qaysi ilovalarda ro'yxatdan o'tgansiz, buni aniqlang. Agar eski raqamga ulangan karta bo'lsa, darhol bankka boring va raqamni yangilang. Eski sim karta yo'qolgan bo'lsa. Bu juda xavfli, chunki raqam boshqa odam qo'liga o'tgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, kartada katta pul saqlamang. Kundalik xarajat uchun alohida karta, jamg'arma uchun alohida karta tuting. Masalan, sizda 20 million so'm jamg'arma bo'lsa, uni internet to'lovlariga ulangan kartada saqlamang. Kundalik kartada 500 ming yoki 20 million so'm bo'lsin, asosiy pulni esa alohida hisobda saqlang. Imkon bo'lsa, bank ilovasida onlayn to'lov limitlarini pasaytiring. Masalan, bir kunda 7 million emas, 2 million so'mdan oshmasin. Kerak bo'lsa, limitni vaqtincha oshirasiz. Uchinchi qadam, SMS kod bo'yicha oilaviy qo'yda kiriting. Uyingizda hamma bilsin, SMS kod hech kimga aytilmaydi. Bankka ham, militsiyaga ham, soliqchiga ham, qarindoshga ham, farzandga ham. Agar kimdir kod so'rasa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. 6 yoshli ota-onangiz bo'lsa, ularga buni bir marta emas, 10 marta tushuntiring. Telefon yoniga qog'ozga yozib qo'ying. SMS kodni hech kimga aytma. Notanish havolaga kirma. Pul yuborishdan oldin qo'ng'iroq qil. 4-qadam. Hujjatlaringizni himoya qiling. Pasport yoki ID karta rasmini Telegramdan, WhatsAppdan notanish odamga yubormang. Agar shartnoma yoki rasmiy xizmat uchun yuborishga majbur bo'lsangiz, kimga yuborayotganingizni tekshiring. Imkon bo'lsa, rasm ustiga faqat falon maqsad uchun deb yozib yuboring. Bu ham 100% himoya emas, lekin ma'lumotdan boshqa maqsadda foydalanishni qiyinlashtiradi. 5-qadam, shubhali holatda darhol harakat qiling. Agar siz SMS kodni aytib yuborgan bo'lsangiz, kartadan pul yechilganini ko'rsangiz yoki telefoningizga shubhali ilova o'rnatgan bo'lsangiz, kutmang. Darhol bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilib, kartani blok qildiring. Keyin bank filialiga boring. Arza yozing. Ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Kiber xavfsizlik bo'yicha arza qoldiring. Telefoningizni mutaxassisga ko'rsating, shubhali ilovalarni o'chiring, parollarni almashtiring. 6-qadam, dalillarni saqlang. Firibgar qo'ng'iroq qilgan raqamni, Telegram akkauntini, SMS matnini, karta o'tkazmasi chekini, vaqtini, summasini skrinshot qiling, uyaldim. Hech kimga aytmayman demang. Firibgarlikda uyaladigan odam jabrlanuvchi emas, aldovchi. Siz qancha tez xabar bersangiz, pulni to'xtatish yoki keyingi zararlarni kamaytirish imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. 7-qadam. Ota-onangiz va yaqinlaringiz bilan amaliy mashq qiling. Faqat ehtiyot bo'ling deyish yetarli emas. Ularga real dialog ayting. Masalan, agar sizga bankdanman deb qo'ng'iroq qilib, kod so'rasa nima qilasiz? U kishi bilmayman desa, javobni o'rgating. Men kod aytmayman, o'zim bankka qo'ng'iroq qilaman. Yoki agar men yangi raqamdan yozib pul so'rasam, nima qilasiz? Javob: avval eski raqamimga qo'ng'iroq qilaman. Mana shunday oddiy mashqlar pulingizni saqlab qoladi. 8-qadam, rasmiy kanallardan foydalaning. Pensiya, nafaqa, soliq, jarima, kommunal to'lov, bank masalasi bo'lsa, faqat rasmiy ilova, rasmiy sayt, my.kubuz, bank filiali yoki ishonchli telefon raqamlari orqali tekshiring. Telegramdagi yordam puli, kompensatsiya, avgustdan yangi to'lov, hamma ro'yxatdan o'tsin degan kanallarga ishonmang. Ayniqsa ular havola berib, karta ma'lumotini so'rasa, bu xavfli signal. Demak, do'stlar, avgustdan 65 yosh va undan katta o'zbekistonliklar uchun eng yomon xabar shuki, pulingizni o'g'irlash uchun endi cho'ntagingizga qo'l solish shart emas. Sizning telefoningiz, SMS kodingiz, pasport rasmingiz va ishonchingiz yetarli bo'lib qolmoqda. Firibgarlar kuchaydi, usullari murakkablashdi. Ular aynan shoshilgan, qo'rqqan, ishonuvchan odamni nishonga oladi.
Lekin yaxshi xabar ham bor. Agar siz qoidalarni bilsangiz, SMS kodni bermasangiz, havolaga kirmasangiz, bankka o'zingiz qo'ng'iroq qilsangiz, kartangizdagi limitlarni nazorat qilsangiz, yaqinlaringizni ogohlantirsangiz, xavfni juda katta darajada kamaytirasiz. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni faqat o'zingiz ko'rib qo'ymang. Ota-onangizga, aka-ukangizga, opa-singlingizga, qo'shningizga ham tushuntiring. Ayniqsa pensiya oladigan, bank ilovasini yaxshi tushunmaydigan, lekin kartasida pul saqlaydigan yaqinlaringizni ogohlantiring. Izohlarda yozing. Sizga bankdanman, pensiyadanman, yordam puli chiqdi deb qo'ng'iroq qilishganmi? Qanday holat bo'lgan? Tajribangiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Men sizga moliyaviy xavfsizlik, bank, pensiya, kredit va oddiy odam bilishi kerak bo'lgan muhim o'zgarishlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.